Assalomu alaykum, hurmatli ishonch TV obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun 2026-yil 24-iyun sanasi. Bugun qovun poliyamizdan video qilib ko'rsataman sizlarga. Oldin ham video qilgandik. Obnovat hamda aeroport nomli qovunlarimiz bor. Qovunlar endi pishishni boshladi. Hali sotishni boshlaganimiz yo'q. Pishishni boshladi. Palak judayam ovlab katta bo'lib ketgan. Bu yaxshi. Hosillari ham ko'p. Eng muhimi hosillari katta. Bu palaklar urug'dan ekilgan. Shu yomg'ir ko'p yoqqani uchun bu yil yomg'ir juda ham ko'p qiynab qo'ygan bu palaklarni. Yana har yomg'ir yoqqanda barglari yomg'irdan ta'sirlanib, qovrab, yana qaytib ko'karib yurgan. O'sha hisobiga bitta palak 3 tadan 4 tadan hosil olish kerak. 3 ta 4 tadan emas, bittadan 2 tadan olib qo'ygan. O'sha hisobiga qovunlar katta bo'lgan. Har bitta palakda bittadan katta qovun ushlab qo'ygan. Bu ham yaxshi albatta. Katta bo'lgani yaxshi tabii qovun. Tarixi qovundan kattasi yaxshiroq-ku. O'shaning uchun bu ham biz foydamizga bo'ldi. Hali unchalik to'rlab ketgani yo'q. Sal endi to'rlab kelyapti. Qovun qanchalik ko'p to'rlasa, shuncha yaxshi, shuncha shirin bo'ladi. Endi rang ola boshladi. Lekin juda ham katta. Odatda aeroport qovunlar bunchalik katta bo'lmaydi. Metropga qovunni yo boshqa navli qovunlarni eslatadi. Lekin aeroport to'rlab pishib kelyapti. Kattaligi, lekin palagi ham juda ham o'sib ketgan. Ariq qayerda, pushtasi qayerda bilib bo'lmaydi. Shunchalik o'sib ketganki. Bular aeroport. Bu yoqda obnovatlar hozir ko'rsataman. Hozirgi kunda aeroport qovunlarida bozorlarga chiqqan, poliyalarda sotilyapti. Lekin narxidan xabarim yo'q. Agar narxini biladiganlar bo'lsa, hozirgi kunda qovunni poliyada yoki bozorda kommentariyada yozib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi, narxini ham bilib olardi. Yaqin 4-5 kun ichiga pish boshlanadi, sotish boshlanadi. Bu yoqda obnovat qovunlar bor. Bular obnovat. Bular ham hali pishmaydi. Aeroport qovunidan keyin ekilgan. Ancha vaqt o'tib 10-15 kundan keyin ekilgan. Shu hisobiga hali obnovatlar to'lagani yo'q. Kattarish jarayonida hali ham. Lekin palaklari juda ham baquvvat.